Hozir sizlar bilan antiqa usulda bilinchik tayyorlaymiz. Baklashkada. Oddiy o'zimiz tayyorlaydigan bilinchiklarimizdek pishib chiqadi, lekin tayyorlanishi juda ham oson. Mana shu usulda ham tayyorlab ko'rsalaring. Sizlar qanaqa usullarda tayyorlab ko'rgansizlar? Yana boshqa usullarni ham bilasizlarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Birinchi baklashkamizni yaxshilab yuvib olib, 3 ta tuxum, 3 osh qoshiq yog', 3 osh qoshiq shakar, bir chimdim tuz solamiz va sut solamiz. Xona haroratida bo'lishi kerak. Qaynagan suvimizga chayni sodani solib, aralashtirib, buni ham quyib yuboramiz. Suvimiz qaynagan bo'lishi kerak, issiq bo'lishi kerak va bir stakan unimizni solib, baklashkamiz og'zini yaxshilab yopib, qattiq shunaqa silkitib yuboramiz. Shunda unlarimiz erib, shunaqa suyuq holatga kelib qoladi. Va tovamizni qizdirib, ozgina yog' surkab olamiz, yopishib qolmasligi uchun birinchisida. Birinchiklarimizni quyib, rosa ham baland olovda pishirib yubormanglar, bo'lmasam taglari qizarib, tez qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Shu bilan bilinchiklarimiz tayyor. Juda ham chiroyli chiqdi, qaranglar qizlar. Ayniqsa ertalabda vareniya, smetana bilan zo'r ketadi o'zi ham. Siz yana boshqa usullarni ham bilsangiz, kommentariyada yozib keting. O'sha usullarni ham tayyorlab ko'raman. Va sizlar bilan bo'lishaman. Yoqimli ishtaha.